Sahobiy ayollar, ey ayollar jamoasi, erkaklar bizdan afzal ekanini ko'ryapsizmi? Ularga jihod, haj, umra, juma va jamoat namozlari farz qilindi. Bizga esa bularning hech biri farz emas. Ya'ni biz ko'pchilik bo'lsak ham nega ular kabi ajr olmayapmiz deyishdi. Ayollar to'g'ri aytdingiz deb tasdiqlashdi. Shunda ayollar kelishib, ey Asmo, sen Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib bu haqda so'ra deyishdi. Asmo roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga nihoyatda chiroyli muomala bilan kirib keldilar. Yo Rasululloh, biz ayollar jamoasi sizlarning nomusingizni saqlovchimiz. Agar safarga ketsangiz qaytib kelguningizcha sizlarni kutamiz. Kelganingizda esa bizni eng go'zal holatda ko'rasiz. Albatta Alloh siz erkaklarni bizdan jamoat namozlari, amru ma'ruf, nahiy munkar, haj, umra hamda Alloh yo'lidagi jihod bilan afzal qildi. Bizga esa haj va umra faqat mahram bilan, jihod esa umuman vojib emas. Juma va jamoat namozlari ham faqat erkaklarga xos. Sizlar tinimsiz ajr savoblar olyapsizlar dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tabassum qildilar va sahobalarga hech bir ayolning o'z huquqini talab qilishda mana shu ayoldan ko'ra yetukroq so'zlaganini ko'rganmisiz deb so'radilar. Sahobalar Allohga qasamki, yo'q yo Rasululloh deb javob berishdi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Asmo, ortingdagi ayollarning huzuriga qaytib bor va ularga yetkaz. Ayol kishining o'z eriga go'zal muomalada bo'lishi, uning roziligini izlashi va unga itoat qilishi sen sanab o'tgan barcha amallarning, hatto Alloh yo'lidagi jihodning ham ajriga teng bo'ladi."